Assalomu alaykum hammaga. Bizning YouTube'dagi obunachilarimiz va bizning yangi kuzatib borayotgan yangi obunachilarimizni qo'yamiz. Quyonlarimiz haqida bugun kichkina bitta lavha qo'yamiz. Bu erkak burgun quyonimiz. Boshlari dumaloq, g'o'dalari kelishgan. Hozirgi holat 4 kilo 200 shunaqa atrofi. Agar uni oshiq kelmasa, ancha semirib, yaproqlashib qoldi ko'stimasi. Hoppa. Ana. Turishiga gap yo'q. Endi keyingi quyonlarga o'tamiz. Uni qo'yib yuboramiz. Milliga somaylik, tashqarida ozgina yursa. Keyingisi burgund ayol quyonimiz. Hozir shu erkak quyonimizga qo'shilgan burgun ayol quyonimiz. Ranglar to'q buni. Erkagini ochib bo'lsa, buniki rangi to'q. Ozib qolganiga e'tibor bermaysizlar, chunki bu tuqqan quyonimiz. Hozir sizlarga buni bolalarini ko'rsatamiz. Hoppa. Mana. Quyonxona ko'stimasini topdi-da. Ovqatlari o'sha spets ko'rinma o'zini. Bizani mittivoylarimiz. Mittivoylarimiz xudo xolasa bugun 13-kuni bo'ladi tug'ilganiga. Hozir tepadan ochib ko'rsaman. Odamdan qo'rqmaydi bu. Keyingisi o'sha boyagi mitti quyonchalarimiz, 13 kunlik quyonlarimiz shu ko'rinishda. Hoppa. Soni 7 ta. Hammasi toza burgun quyonlar mana. Orasida bitta kichkinasi bor, kichkinarog'i. Qolgan hammasi bir xil g'ovdalar, katta-katta. Videomiz shu haqida bo'ldi. Bugungi quyonlarimizni qisqacha ko'rsatib qo'yay dedim. Kanalimizga kirsanglar, xuddi mana shu ikkala quyonimizni bolalik paytidan katta qilgan videolarning har bittasi bor. Har bittasi. Bundan oldin qanaqa quyon boqqanman? Jaydari quyon boqqanman bundan oldin. Kanalimizga kirsanglar, hammasi to'liq, tekis hammasi tushuntirib o'tilgan. Nima ovqatlar beraman quyonimga, qachondan beri katta qilaman, qachondan beri quyon boqaman, har bittasi haqida to'liq video olib ketganman. Kanalimizga kiringlar va qolgan videolarni ko'rishda davom etinglar.